Bu BMW emas уже. Buni chizgan odamni qo'lini urib sindirish kerak. Buni tasdiqlagan odamni ishdan bo'shatib yuborish kerak. Bilmayman. BMW ga xitoyliklar ishga kirdi menimcha. Oldin BMW desa erkaklarning ana mashinasi, eslaysizlar, ya'ni eski o'zimizning kuzovlar bor-ku, o'shalar tushunardi. Nima bu? BMW nima qilding? Nima qilding? Nima sen o'zingni iste'molchilaringni, o'zingni BMW haqiqiy ashaddilarini haqorat qilyapsanmi sen? Ahvolni qaranglar. Nima bu? Yoqdimi sizga? Mana buni qarang. Nima bu? Sharmandagarchilik-ku bu. Meni fikrim, agar sizga yoqib ketayotgan bo'lsa, bilmadim. Yuring, salonni ham bitta ko'rsataylik. Ana haqiqiy erkaklik ramzi bo'ladigan BMWlar endi menimcha bundan buyog'iga bo'lmasa kerak. To'g'ri, chiroyli. Salonni mana detallarini hammasini juda chiroyli ishlagan. Rang chiroyli, sijenani ko'rinishi chiroyli. O'tirganda qulayligi, sijeni juda qulay. Lekin bu уже BMW emas bu. Bu haqiqiy Xitoy avtomobili. Absolyutno Xitoyga o'sha Xinqon, Chinqon degan mashinasi bilan bir xil. Trapetsiyali katta displey qo'shgan, uzun proyeksionli monitor qo'shgan, o'sha ajoyib rulini qo'shgan, yangicha rul, mana shu rullar rosa ko'rgim kelyapti. Mana qarang, patolonlarni alkantara qilibdi. Xo'p, kelgansa endi BMWdan buni kutsa bo'ladi. Lekin nima qilding dizaynni BMW? Orqaga ham o'taylik. Harman Kardon beryapti, alohida planshet beryapti. Erkakcha fikringizni ayting. Ayol bo'lsangiz ham erkakcha fikringizni ayting. BMW nima qilibdi? Uyaltirdimi sizni yoki chiroyli chiqqanmi? Agar shu mashinani chizgan odam boyiga iX3 yoki i3 ko'rsa boru, bilmadim o'zini nima qilgan bo'lardi. Buni qarang go'zalligini. Agar o'lib ketgan bo'lsa, yaxshi ham o'lib ketibdi mashinani chizgan odam.